Siz hech oylab ko'rganmisiz? Bir soniya ichida qilingan galati, kutilmagan harakat butun hayotingizni o'zgartirib yuborishi mumkinligini. Bugun sizga Dildora ismli oddiy ofis xodimining hayotida sodir bo'lgan dahshatli, ammo o'ta muhim voqeani aytib beraman. Bu voqea nafaqat uning karyerasini, balki butun oilasining taqdirini ham o'zgartirdi. Va bu hikoya sizniki bo'lishi mumkin edi. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun biz juda noyob, ammo har birimiz uchun muhim bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Ishxonada, do'konlarda, korxonalarda, har qanday ish joyida biz rahbariyat bilan munosabatda bo'lamiz. Va ba'zida bu munosabatlar oddiy ish doirasidan chiqib, shaxsiy, hatto xavfli tomonga o'tadi. Bu hikoya 34 yoshli Dildora haqida. U 2 farzandning onasi, Toshkentdagi yirik kompaniyada buxgalteriya bo'limida ishlaydi. Oila daromadi o'rtacha, erining maoshi ham unchalik yuqori emas. Shuning uchun Dildoraning ish joyi bu oila uchun muhim moliyaviy tayanch. Ammo bir kuni hammasi o'zgarib ketdi. Dildora har kuni soat 9:00 ishga kelardi. U tinch, mas'uliyatli, hamma bilan yaxshi munosabatda bo'lgan xodim edi. Boshligi Jahongir aka, 48 yoshli, tajribali menejer. Birinchi qarashda hamma narsa oddiy tuyulardi. Lekin Dildora bir necha oy oldin sezib qoldi. Jahongir aka unga haddan tashqari e'tibor bera boshladi. Dastlab bu e'tibor ish bilan bog'liq tuyuldi. Dildora, bu hisobotni sen juda yaxshi qilyapsan. Sen bizning eng ishonchlimiz, qilyapsan. Sening bilan ishlash oson, ammo asta-sekin gaplar o'zgarib bordi. Bugun ko'ylagingiz juda chiroyli ekan. Sochingizni o'zgartirganmisiz? Juda yoqimli. Keling, tushlik paytida birga choy ichamiz, gaplashamiz. Dildora noqulay his qila boshladi. U bu haqda hech kimga aytmadi, na eriga, na do'stlariga. Sababi oddiy, balki men ortiqcha o'ylayotganman. Balki u shunchaki mehribon. Bu yerda birinchi xato sodir bo'ldi. Psixologlar aytishicha, ayollarning 67% ish joyida noqulay holatlarni boshida e'tiborsiz qoldirishadi yoki o'zini aybdor his qilishadi. Bu juda keng tarqalgan muammo. Endi o'zingizga savol bering, agar sizning boshligingiz sizga haddan tashqari e'tibor bera boshlasa, siz qanday harakat qilgan bo'lar edingiz? Darhol aytasizmi? Sukut saqlaysizmi? Ish joyingizni yo'qotishdan qo'rqasizmi? Dildoraning javobi kutilmagan bo'ldi. Bir kuni, juma kuni soat 18:00 atrofida, ofisda deyarli hamma uylariga ketishgan edi. Dildora oxirgi hisobotni tugallab, kompyuterini ochirmoqchi edi. Jahongir aka uning xonasiga kirdi. Dildora, bir daqiqa gaplashsak bo'ladimi? Albatta, Jahongir aka. U kabinetiga olib kirdi. Eshikni yopdi. Dildoraning yuragi tezroq ura boshladi. Ichki ovozi nimadir noto'g'ri. Jahongir aka stulga o'tirdi, unga qaradi va aytdi: "Dildora, men sizga uzoq vaqtdan beri alohida his-tuyg'ular bilan qarayapman. Siz ajoyib ayolsiz. Keling, munosabatimizni boshqa darajaga ko'taramiz. Hech kim bilmaydi. Men sizga yordam beraman, ish joyingiz mustahkam bo'ladi, maoshingiz ham oshadi." Dildora muzlab qoldi. Bu to'g'ridan to'g'ri taklif edi. Ammo endi qiziq qism boshlanadi. Dildora bir necha soniya sukut saqladi. Keyin tinch, ammo qat'iy ohangda javob berdi. "Jahongir aka, men sizni hurmat qilaman, lekin bu taklif mening uchun mutlaqo nomaqbul. Men oilaviy ayolman. Agar siz mening ishimni baholasangiz, rahmat. Lekin shaxsiy hayotimga aralashish, bu chiziq. Men bu gaplarni hech kimga aytmayman, lekin agar bu qayta takrorlansa, men rasmiy murojaat qilishga majburman." Jahongir aka hayratda qoldi. U bunday javobni kutmagan edi. "Dildora, siz noto'g'ri tushundingiz. Men shunchaki..." "Yo'q, men juda aniq tushundim. Iltimos, ish munosabatlarini ish doirasida saqlaylik." Dildora o'rnidan turdi, kabinetdan chiqdi va uyga ketdi. Ammo hikoya bu yerda tugamadi. Ertasi haftada Dildora ishga keldi. U qo'rqib turardi. Balki meni ishdan bo'shatishadi. Balki boshligim qasos oladi. Ammo hech narsa bo'lmadi. Jahongir aka xuddi odatdagidek ish yuritdi. Lekin u endi Dildoraga haddan tashqari yaqinlashmadi. Dildora tushundi, uning qat'iyligi, chegaralarini himoya qilish qobiliyati, bu uning kuchi edi. U o'sha oqshom eriga hamma narsani aytdi. Eri dastlab juda g'azablandi, ammo Dildora uni tinchlantirib, vaziyatni to'g'ri boshqargani uchun faxrlanganini aytdi. Ular birga qaror qilishdi, agar bu holat takrorlansa, rasmiy murojaat qilishlari kerak. Ammo hozircha
Dildora o'z chegaralarini himoya qilgani uchun ish joyini saqlab qoldi. Endi fikr yuritaylik. Bu voqea nima uchun muhim? Global statistika. Dunyo bo'yicha ayollarning 35% ish joyida jinsiy ta'qibga uchraydi. Umuman 2023. Ularning faqat 21% rasmiy murojaat qiladi. Qolganlar sukut saqlaydi, chunki ish joyini yo'qotishdan qo'rqishadi O'zbekistonda. Aniq statistika kam, ammo psixologlar va huquqshunoslar aytishicha, bu muammo keng tarqalgan, lekin ko'pincha yashirin qoladi. Nega ayollar sukut saqlaydi? 1. Ish joyini yo'qotish qo'rquvi. 2. Oilaviy sharm hissi. 3. Balki men adashdim, degan ichki shubha. Tort. Himoya tizimiga ishonchsizlik. Dildoraning hikoyasi shuni ko'rsatadiki, qat'iylik va chegaralarni himoya qilish zaiflik emas, balki kuch. Endi siz o'ylab ko'ring, bu hikoyadan nimani o'rganishimiz mumkin? 1. Chegaralaringizni aniqlang. Hech kim sizning shaxsiy chegaralaringizni buzishga haqli emas, hatto rahbariyat ham. 2. Sukut yaxshi hal emas. Agar vaziyat noqulay bo'lsa, uni ignor qilish uni yomonlashtiradi. 3. Qat'iylik hurmat keltiradi. Dildora o'zini himoya qildi va natijada hurmat qozondi. Tort, siz yolg'iz emassiz. Bunday holatlar ko'pchilikka tanish. Yordam so'rash uyat emas. 5. Ishda professional bo'lingish. Bu ish shaxsiy va professional chiziqlarni aralashtirib yubormaslik kerak. Aziz tomoshabinlar, agar bu hikoya sizga ta'sir qilgan bo'lsa, iltimos, like bosing. Bu videoni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Komment qoldiring. Siz bunday holatda qanday harakat qilgan bo'lar edingiz? Subscribe bo'ling. Biz har hafta hayotiy, foydali va chuqur mavzularni muhokama qilamiz.